Saudiyaning 3-qiroli hisoblangan Faysal ibn Abdulazizning maqsadi aniq edi. Birinchisi albatta Quddusni ozod qilish, ikkinchisi esa Isroilni butunlay yo'q qilib tashlash, uchinchisi esa islom birligini qurish edi. Lekin bu narsalar u o'ylagani kabi oson emas edi. 1969-yilda Quddus yonadi. Ya'ni Quddusda yong'in chiqadi, bir avstraliyalik inson Quddusni olovga beradi va natijada Masjid al-Aqsoning ba'zi joylariga zarar yetadi, hattoki masjid ichidagi Salohiddin Ayyubiy olib kirgan minbar kulga aylanadi. Har doimdek musulmonlar bu holatga jimidi, lekin bu safar Saudiya qarshilik ko'rsatdi. Faysal ibn Abdulaziz chiqib quyidagi so'zlarni aytdi. Birodarlarim, nimani kutmoqdamiz? Dunyoning insofga kelishinimi? Qayerda dunyoning vijdoni, insofi? Quddus sizlarni chaqirmoqda, uni qutqarishimizni kutmoqda. O'limdanmi qo'rqmoqdamisiz? Alloh yo'lida o'lishdan ham sharafliroq o'lim bormi? Bizning orzuyimiz islom millatini uyg'otish va islom birligini qurish deb aytdi. Quddusni qutqarish uchun albatta islom birligi konferensiyasini bunyod qildi Faysal ibn Abdulaziz va bundan tashqari esa Misrni Isroil bilan bo'lgan jangda juda ham katta moliyaviy tarzda qo'llab-quvvatladi. Maqsadi esa Isroilni butunlay yo'q qilishida, lekin Misrning kuchi yetmadi va Misr Isroilni yenga olmadi va bundan Faysalning yaxshigina asabi buzildi. Jahli chiqdi. Bu safar esa Isroilni qo'llab-quvvatlayotgan Amerikadan alamini olishga harakat qildi va Amerikaga neft sotmasligini e'lon qildi va bu Amerika uchun juda ham xavfli xabar edi, chunki Amerikaning hayoti neftga bog'lanib qolgandi va Faysaldan bir necha iltimos qilishiga qaramay Faysal o'z qarorida juda ham qat'iy edi va orzusi bor edi, nima bo'lsa ham Masjid al-Aqsoda 2 rakat namoz o'qimasam bo'lmaydi, bo'lmasa neft sotmayman Amerikaga deb qaror qilgandi va Faysal xuddi boshqalari kabi saroyda bo'lgan holatda o'ldirib ketildi. Haqiqatan ham kimni ismini oldiga Saud ismi qo'yilsa, biz uni xoin sifatida bilib qolganmiz, lekin tarixda mustasno holatlar ham bo'lgan. Faysal ibn Abdulazizning qanday o'lganligi to'g'risida video chiqishini xohlasangiz, bu videoga maksimal like bosib qo'yasiz.